Assalomu alaykum aziz do'stlar, Sanur kanaliga xush kelibsiz va nihoyat ikkinchi choragimizni ham boshlaymiz. Kitobimiz bizning matematika ikkinchi qismi. Darsimiz 40-dars. Mavzuyimiz yig'indini songa bo'lish. 6-betni ochsangiz, u yerda bizda 9 va 10 vazifalarimiz bor. Biz bularni birgalikda bajarib ko'ramiz. Qani ketdik. 9-vazifamizni o'qiymiz. Qulay usulda hisoblang. Qiymatlarni kamayish tartibida qo'yib chiqing. Qadimgi Yunonistonda arifmetika o'qituvchisi qanday nomlanganini toping. Qulay usul deyilyapti bu yerda. Ya'ni keling birinchisini yozib ketaylik. Hadi belgilab olamiz har bittasini. Mana bu bizda 1, 2, 3, 4, 5 va 6 bo'lyapti. Xo'p, birinchi o'rinda qarang. 40 qo'shilgan 30 ga va bo'lingan 10 ga. Qaysi usul bizda qulay bo'lar ekan? Hisoblaganimizda biz sizlar bilan birinchi o'rinda qavs ichidagini ishlashimiz kerak, lekin vazifamiz bizda qulay usulda hisoblang deb berilyapti. Shunga biz buni ishlaganimizda ozgina boshqacha qilib ishlaymiz. Tushunaman, ma'lum bir bizni obunachilarimizga yoqmaydi. Siz birinchi o'rinda qavs ichidagini ishlamadingiz yoki boshqacha qilib ishladingiz deyishadi. O'qituvchimiz so'kdi deydi ba'zilar. Lekin bu kitobingizda berilayotgan vazifa qulay usulda hisoblang deb. Demak, ozgina boshqacha qilib ishlash kerak. Qavsni olib tashlaymiz, yozganimizda ozgina boshqacha qilib yozamiz. Ya'ni qanday qilib qavsni olib tashlash kerak bo'ladi bu yerda. Qarang, birinchi o'rinda biz sizlar bilan 40 ni bo'larkanmiz 10 ga. Mana bu yerda bizda plus turibdi. Plusini yozamiz. Endi plus deb qo'yay. Plus 30 ni bo'lamiz 10 ga. Yaxshilab ko'rib turing. Agar o'qituvchingiz mabodo noto'g'ri qilyapsan desa, xotirjam bo'ling, hamma narsa to'g'ri ketyapti. Faqat boshqacha usul bilan ishlayapmiz. Sababi kitobingizda bu narsa yozilgan. Qulay usulda deb. Xo'p, bo'lyapti. Qavs olib tashladik, endi hisoblaymiz. Hisoblaganda kallada ishlasa bo'ladi. Qarang endi 40 ni 10 ga bo'lsak bo'ladi. Birinchi o'rinda ikkala tarafda 0 turibdi. Bu degani 0 ni olib tashlaymiz. 0 lar yo'q deymiz. Bu yerda ham qarang 30 bo'lingan 10 ga turibdi. 0 larni olib tashlaymiz. Ya'ni nima qolyapti? Qolyaptiki 4 bo'lingan 1 ga, 4 ni 1 ga bo'lsangiz to'g'ri bo'ladi, o'zgarmaydi. Plus qilamiz. 3 ni 1 ga bo'lsak 3 bo'ladi. Ya'ni javobi 4 plus 3 barobar 7 ga. Tushunarli-a? Mana bu yerga ham yozib qo'yamiz. Mana javobi bizda 7 bo'ldi deb. Xo'p, qavs ichidagini ishlaganingizda ham bir xil javob chiqardi. Sababi qarang, 40 plus 30 imiz 70. 70 ni 10 ga bo'lsak 7 bo'lardi. Hattoki tezroq ham chiqardi. Lekin ozgina boshqacha usul bilan ishlayapmiz. Sababi mana bu yerda bizda ozgina sonlarimiz qiyinroq. Shunga hisoblaganda osonroq bo'ladi. Nimaga mana aynan mana shu holatni sizga ko'rsatyapman? Hattoki agar qavs ichidagini ishlaganimizda tezroq chiqardik-ku javobni. Sababi biz o'rganyapmiz hozir yangi usul bilan ishlashni. Oson sonlar bilan yangi usulni o'rganib olish osonroq. Shunga o'rganing. Mabodo o'qituvchingiz xato desa aytib tushuntirib berasiz. Qanday qilib ishlaganimizni. Qarang, bu yerda ham xuddi shu bo'lyapti. 800 qo'shilgan 600 ga bo'lingan 100 ga. Bu yerda ham qulay usul bilan ishlaymiz. Qavs ichidagini qo'shib olsak ham bo'lardi oldin, lekin biz boshqacha qilib ishlaymiz. Ishlaganimizda har bitta sonni 100 ga bo'lamiz. Birinchisi 800, keyin 600. Yozaman, qarang, 800 bo'lingan 100 ga, bu birinchisi bo'lyapti. Qo'shamiz 600 bo'lingan 100 ga. Endi hisoblaymiz. Ikkala tarafda ham 0 larimiz bor. Bu yerda ham 2 ta 0 bor, ikkitasini olib tashlaymiz. Bu yerda ham ikkitasini olib tashlaymiz. Bo'layotganda bu yerda ham 2 tadan 0 larni olib tashlaymiz. Bir xil turibdi va hisoblaymiz. 8 bo'lingan 1 ga 8 plus 6 bo'lingan 1 ga 6. 8 plus 6 imiz mana birinchi sinfi masalasi bo'lyapti. 14. Qiyin emas-a? Bu yerga ham yozib qo'yamiz 14 deb. Xo'p, uchinchisi xuddi shu bo'lyapti. 300 qo'shilgan 200 ga. Hisoblaymiz. Bo'lamiz 10 ga. Yozganimizda 300 ni birinchi o'rinda 10 ga bo'lar ekanmiz. Keyin qo'shar ekanmiz 200 ga. Lekin buni ham 10 ga bo'lib olamiz, ha. Shuni qavsimiz ham yo'qoladi, 10imiz ham yo'qolib ketadi. Xo'p, endi e'tibor bering, bu yerda endi ikkitadan 0 emas, bitta 0 bo'lyapti.
Demak, bu yerda bitta 0, bitta 0 ikkalasini olib tashlaymiz. Bu yerdan bittadan 0larni olib tashlaymiz. Shunda 30 bo'lingan 1 ga 30 plus deyman. 20 bo'lingan 1 ga 20. Ya'ni 30 plus 20 miz bizda 50 ni beradi. Bu yerga ham 50 deb qo'yamiz. Javobini faqat yozganda sal chiroyliroq qilib yozamiz. Xo'p, bu 3-inchisi bo'ldi. Matematikadan tashqari bugun ona tili, ingliz tili, rus tili kitobidan, rus tili daftaridan uy vazifalarini bajarmoqchi bo'lsangiz, Sanur maktab kanalimizga qo'shilib qo'ying. Biz soat 6 larda yangi uy vazifalarini u yerga yuklab qo'yamiz va siz biz bilan bemalol uy vazifalarini bajarib olasiz. Kanalimizning nomi Sanur maktab. Mana endi 4-inchisida sonlarimiz ozgina qiyinlashyapti. Ishlaganda sal osonroq bo'ladi endi bu usul bilan. Qarang. 120 qo'shilgan 16 ga bo'lingan 4 ga. Har bitta sonimizni bo'lamiz. Yozganimda qarang, qavsini yozmaymiz. Ya'ni 120 bo'lamiz 4 ga qo'shamiz 16 bo'lingan 4 ga. Birinchi o'rinda 120 ni 4 ga bo'lib olamiz. Bu usulni ishlatganmiz ilgari sizlar bilan. Ya'ni 0 turgan joyga 0 ga e'tibor bermaymiz, faqat 12 ni 4 ga bo'lamiz. 12 ni 4 ga bo'lsak 3 bo'ladi va 3 ga nechini qo'shib qo'yamiz? 0 ni, chunki 0 qolib ketib qolyapti. Endi bu yerda esa qarang, oson. 16 ni bo'lingan 4 ga. Uni plus deb qo'yaylik. 16 bo'lingan 4 bizda 4 ni beradi. Javobi 30 plus 4 34. Ko'ryapsiz-a? Bo'lmasam sizlar bilan qanday qilib ishlardik? Agar qulay usul bilan ishlamaganimizda biz sizlar bilan yozardik. 120 qo'shilgan 16 ga bizda deylik 136 bo'lardi. Keyin 136 ni siz mana qilib hisoblab chiqishingiz kerak bo'lardi. Ko'ryapsiz-a? Lekin ishlaganingiz oxirida javob 34 chiqardi. Hatto yozib ham beraman, qarang. 13 dan oladigan bo'lsak, 3 ni 4 ga ko'paytiramiz, 12 bo'ladi. 13 minus 12 bizda 1, devada 6 tushyapti, 16. 16 ni 4 ga bo'lsak, 4. Ya'ni 16 minus 16 0. Javob 34. Bu yerda ham 34 chiqdi. Lekin biz sizlar bilan bu narsani yozmasdan ishladik. Bu bizga hozir umuman kerak emas. Chunki biz sizlar bilan qulay usul bilan ishlaymiz. Xo'p, 5-inchisi bo'lyapti. Keyin mana bu yerga ham yozib qo'yaylik javobini 34 deb. Xo'p, 5-inchisi 120 plus 21. 120 plus 21 bo'lingan nechiga ekan? 3 ga ekan. Bo'lamiz 3 ga. Hisoblaymiz. Qavsni yozmaymiz, har bitta sonni alohida bo'lib chiqamiz. 120 bo'lingan 3 ga plus 21 bo'lingan 3 ga. Barobar deymiz. Bu yerda ham kallamizni ishlaymiz. 12 ni 3 ga bo'lamiz. 12 ni 3 ga bo'lsak 4 bo'ladi va 4imizga 0 qo'shsak 40. Bu yerda endi 21 ni 3 ga bo'lsak, plus deb qo'yaylik, 21 bo'lingan 3 ga 7. Qayerdan mana plus chiqib kelyapti desangiz, mana bu plus yozyapman, adashib ketayotgan bo'lsangiz. Xo'p, endi 40 plus 7 miz 47. Oson chiqyapti. 47. 6-inchisi bizda. Oxirgisi bo'lyapti. 40 plus 24. 40 plus 24 bo'lingan 2 ga. Yozganimizni qavsni yozmaymiz. 40 ni 2 ga bo'lar ekanmiz va 24 ni 2 ga bo'lar ekanmiz. Hisoblaymiz. Bu yerda demak 4 ni 2 ga bo'lsak, bizda 4 bo'lingan 2 ga 2, 0 ni qo'shib qo'yamiz, chunki mana bu yerda 0imiz qolib ketyapti va keyingi sonlarimiz 24 bo'lingan 2 ga. Xo'p, kalada hisoblagani qiynalayotgan bo'lsangiz, buni hattoki alohida qilib yozib ham beraveraman. Qani endi bu oxirgisi-ku bizda 24 bo'lingan 2 ga. Ya'ni bu yerdan 2 dan oladigan bo'lsak, bu yerda 2 ni 1 ga ko'paytiramiz. Shunda 2 kara 1imiz 2. 2 minus 2 imiz 0. Tevadan 4 tushib keladi. Bu yerda 2 ni 2 ga ko'paytira olishimiz kerak. Shunda 2 kara 2 imiz 4 bo'ladi va javobi bizda 12 plus 12. Lekin agar mana bu holatni yozmoqchi bo'lmasangiz, ozgina boshqa shunaqa ham bor. Qanday qilib ishlasak bo'ladi? Buni ham aslida kalida ishlasa bo'ladi. Qarang. Birinchi o'rinda 4 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsangiz, nechini beradi? 4 2 ga bo'lingan 2. Endi 2 ni 2 ga bo'lsangiz 1.
Ko'ryapsiz-a? Kallada ham ishlasa buni bo'lardi. Adashib ketadigan bo'lsangiz, mana buni yozib olsangiz ham bo'ladi. Xato bo'lmaydi. Xo'p, 20 ni 12 ga qo'shishimiz kerak. Ya'ni qo'shganimizda 0 ni 2 ga qo'shamiz. Bizda 2, 2 ni 1 ga qo'shamiz 3. Javobi 32. Bu yerga yozib qo'yaman. Javobini 32 deb turib, endi nima qilar ekanmiz? Bizda aytilyaptiki, qiymatlarni kamayish tartibida qo'yib chiqing deyapti. Ya'ni kamayish tartibida degani eng katta sondan eng kichik songacha tushib kelishimiz kerak ekan. Bizda qanaqa sonlarimiz eng kattasi bo'lyapti? Mana bu yerdagi chiqqan javoblardan. Eng kattasi bizda birinchisi 50 bo'lyapti. 50 ga biz k derkanmiz, yozib qo'yaman. Mana k. Keyin bizda 50 dan keyin pastroq sonimiz bizda 47. 47 niki l bo'lar ekan. Keyingi sonimiz bizda 34. 34 niki q bo'lar ekan. Keyingi sonimiz 32. La bo'lar ekan. Keyin bizda 14 sonimiz bo'lyapti. 14 niki to. 7 niki esa mana bu yerdan olyapman harflarimizni. R. Ya'ni qanaqa so'zimiz chiqib kelyapti? Kalkulator. Bu qadimgi Yunonistonda arifmetika o'qituvchisi qanday nomlanganini toping. Kalkulator degan ekan, ismini qarang. O'shandan kelgan ekan so'zimiz. Ha, mayli. Demak, sizning vazifangiz, keling buni pastroq qo'yib qo'yay, tepada yozib qo'ydim. Lekin siz daftaringizga pastiga yozib qo'yasiz buni. Chiroyli qilib daftaringizga yozib oling. Men esa keyingi vazifaga o'taman. Darsimiz yoqayotgan bo'lsa, sizdan bitta like, kanalimizga qo'shiling. Biz esa 10-vazifamizni o'qiymiz. Bu yerda nima deb berilyapti ekan? Kompleks masala ekan. Bizda bitta jadvalimiz bor. Siz birinchi o'rindagi vazifangiz bu jadvalni chiroyli qilib daftaringizga chizib olish. Biz esa masalani yechamiz. Birinchisi A bo'lyapti. A'sida nima ekan? Jadvalga qarab, maktabda jami nechta sinf borligini aniqlang. Xo'p, bizda jadvalimizda nima bor ekan? Xo'p, 3 ta naqaga bo'lingan ekan. Birinchisi boshlang'ich sinflar, 1-dan 4-sinfgacha, keyin o'rta sinflar 5dan 9gacha, oxiri esa katta sinflar 10dan 11gacha. Bizda aytilyapti, jadvalga qarab maktabda jami nechta sinf borligini aniqlang. Boshlang'ich sinflardan 24 ta, o'rta sinflardan 16 ta, katta sinflardan esa 8 ta. Bizning vazifamiz hammasini bir-biriga qo'shib olish. Shunda maktabda jami nechta sinf borligini biz aniqlaymiz. Yozaman. 24 qo'shilgan 16 ga qo'shilgan 8 ga. Hammasini birdaniga hisoblaymiz. Birinchi o'rinda qarang. 4 + 6 imiz 10 ni beradi. Endi shu 10 ni 8 ga qo'shsak 18 bo'ladi. Ya'ni yozganimizda 8 ni yozib, 1 ni eslab qolamiz. Demakda 2 + 1 imiz 3 bo'lyapti. Tagidagi 1 ni qo'shsak 4. Ya'ni jami bizda 48 ta sinf bor ekan. 48 ta, keling sinf deb qo'yay. 48 ta sinf bu hammasi bo'lib jami bo'lyapti. Maktabda 48 ta sinf bor ekan. Matematikadan tashqari bugun ona tili, ingliz tili, rus tili kitobidan, rus tili daftaridan uy vazifalarini bajarmoqchi bo'lsangiz, Sanur maktab kanalimizga qo'shilib qo'ying. Biz soat 6larda yangi uy vazifalarini u yerga yuklab qo'yamiz va siz biz bilan bemalol uy vazifalarini bajarib olasiz. Kanalimizning nomi Sanur maktab. Endi B'sini hisoblaymiz. B'sda nima deyilyapti ekan? Har bir sinfda ikkitadan ingliz tili guruhi bor. Maktabda jami nechta ingliz tili guruhi bor? Xo'p, bizda 48 ta sinf bo'lsa, jami hammasi 48 ta. Shu 48 ta sinfda 2 da bo'linar ekan. Ya'ni 2 barobar ko'p bo'ladi, guruhlarimiz. 48 ta sinfdan nechta guruh bor ekan aniqlaymiz. Bu degani 48 imizni 2 ga ko'paytirib olishimiz kerak. Ya'ni 8 kar 2 imiz 16. 6 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 2 kar 4 imiz 8, 1 imizni qo'shsak 9 bo'ladi. Ya'ni 96 ta nimamiz bor ekan? Guruhimiz bor ekan. Sinfimiz bizda 48 ta, guruh esa 96 ta. Ya'ni 2 barobar ko'p. Bu bizda B ni javobi bo'ldi. Keling, tagini ham bo'yab qo'yaylik javoblarini. Xo'p, D esa bizda
Destda nima deyilyapti ekan? Bitta o'qituvchi 8 ta guruhga dars o'ta olsa, maktabda nechta ingliz tili o'qituvchisi ishlashi kerak? Xo'p, jami bizda 96 ta guruhimiz bor. 96 ta guruhimiz bor. Bitta o'qituvchi 8 ta guruhga dars berishi mumkin ekan. Ya'ni biz sizlar bilan 96 mizni 8 ga bo'lib olishimiz kerak bo'ladi. Shunda biz 9 dan oladigan bo'lsak, 8 imizni 1 ga ko'paytiramiz. 9 minus 8 imiz 1 bo'ladi. Tevadan 6 tushib ketsa 16. 16 ni endi 8 ni 2 ga ko'paytirib olishimiz kerak. 2 kare 8 imiz 16 bo'ladi. 16 minus 16 0 va javobi bizda 12 ta o'qituvchi bizga yetar ekan. Ya'ni 12 ta o'qituvchi bizda kerak bo'larkan. Xo'p, sizning vazifangiz hozir bularni birinchi o'rinda jadvalni chizib olish. Jadvalni chizib bo'lgandan keyin mana bu ishlagan masalalarimizni chiroyli qilib daftaringizga ko'chirib olish. Shu bilan bugungi uy vazifamiz tugaydi. Darsimiz yoqgan bo'lsa, eslatib o'taman, sizdan bitta like, kanalimizga qo'shiling. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr.